Diqqat aholiga rasmiy xushxabar. Hamma kutayotgan yangilik e'lon qilindi. 2026-yil uchun maosh va stipendiya pensiyalar rekord darajada oshiriladi. 2026-yildan boshlab pensiya va maoshlar bo'yicha katta o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Pensiyalar bo'yicha shok xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026-yil uchun davlat budjeti loyihasini ommaga taqdim etdi. Mazkur hujjat kelgusi yildan ish haqqi, pensiya va stipendiyalar va nafaqalarni oshirish uchun 6 trillion so'm ajratilishini belgilangan. Ushbu mablag'lar xizmatlar narxining oshishi va yangi ish o'rinlarining yaratilishi bilan bog'liq xarajatlarni ham o'z ichiga oladi. Qonun loyihasida aholi daromadini inflyatsiyadan himoya qilish maqsadida maosh va pensiyalarni inflyatsiya darajasidan yuqori sur'atda oshirish rejalashtirilgan. Prognozlarga ko'ra, 2026-yilda mamlakatdagi inflyatsiya darajasi 7% atrofida bo'lishi kutilmoqda. O'zbekistonda jami ish haqqi va ijtimoiy soliqlar xarajatlari uchun 2026-yilda 172,8 trillion so'm ajratilishi rejalashtirilgan. Bu ko'rsatkich joriy yilga nisbatan 18,5 trillion so'mga ko'proqdir. Vazirlik hisob-kitoblariga ko'ra, davlat xizmatchilarining maoshi 1% ga oshirilsa, qo'shimcha ravishda 1,69 trillion so'm talab qilinadi. Pensiyalar 1% ga oshirilsa, 832 milliard so'mni tashkil qiladi. Shu bilan birga maoshlarga oid to'lov davlat budjeti xarajatlarining 42,9% ni tashkil qiladi. 2026-yildan stipendiyalar uchun 2,2 trillion so'm, pensiyalar uchun 86 trillion so'm, nafaqalar uchun 14 trillion so'mdan ortiq mablag' yo'naltiriladi. Avvalgi fiskal strategiyada ham maosh va pensiyalarning kamida 6-7% ga oshirilishi ta'kidlangan edi. Umuman olganda davlat ijtimoiy xizmatlarini oshirish orqali aholi daromadini qo'llab-quvvatlashni izchil davom ettirmoqda. 2026-yilda yanvar oyidan boshlab Madaniyat vazirligi tasarrufidagi teatr va konsert tomosha muassasalarida faoliyat yurituvchi raqs sohasi vakillarining, raqs jamoasining badiiy rahbari, balet mester, balet artisti, repetitorlar mehnatiga haq to'lashning eng kam miqdoriga nisbatan hisoblanadigan bazaviy lavozim maoshini 3 koeffitsiyentga oshirish rejalashtirilgan. Hukumat qarori loyihasiga ko'ra, bu o'zbek milliy san'atini jahon san'atida keng targ'ib qilish, betakror madaniyatimizning ajralmas qismi bo'lgan milliy raqs san'atini har tomonlama rivojlantirish, yosh avlodni milliy va jahon raqs san'ati namunalaridan keng bahramand etish, o'ziga xos raqs maktablari va an'analarni yangi bosqichda ravnaq topish hamda xalqaro nufuzini oshirish, raqs san'ati ijodkorlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashni ko'zda tutadi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi ish haqqi miqdorini oshirish yuzasidan zarur bo'lgan mablag'larni 2026-yildan boshlab davlat budjeti parametrlarida nazarda tutishni topshirgan, deyiladi ma'lumotda.